Nima ish bilan shug'ullanasiz? Assalomu alaykum dispatch. Rodmodda updater bo'lib ishlayman. Safety departamentida ishlayman. Oyligingiz qancha? Sir bo'lmasa. Around 2K. Fiksda bizada shu 6-7 satr. O'rtacha safety departamentda $1000 atrofida oladi. U yog'i experience-ga bog'liq. Ishingiz nima talab qiladi? Ishimizda ko'p mehnat. Holatdan tez chiqib ketishni talab qiladi. Ko'proq ahamiyatliroq, mas'uliyatliroq bo'lishni talab qiladi. Chunki ko'proq detalli narsalar bilan ishlaganimiz uchun ahamiyatli, mas'uliyatli bo'lish kerak. Qancha muddatda va qayerda o'rgangansiz? 1,5 oyda Lucid Logistics Academy'da. 1,5 oy Lucid o'qiganman. 1 yil oldin ofis o'zida ish tajribam oshirib o'sha yerda o'rganganman. Xo'p, boshqalarga ham tavsiya berarmidingiz? Of course, ingliz tilini bilganlarga tavsiya beramiz. Tavsiya berardim. To'g'risi, misol uchun updater bo'lib ishlashni tavsiya bermasdim. Sekin boshida baribir updater bo'lib ishlab, keyin sekin dispetcherga chiqish kerak. Albatta, safety departamentda yangi o'rganmoqchi bo'lganlarga maslahat beraman, chunki safetyni o'rgangan odam boshqa bo'limlarni bemalol eplab keta oladi. Juda yaxshi, rahmat katta.